Muslimalarim, assalomu alaykum, xayrli kech. Hammalarga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi harakatlar bilan? Bugun ozgina vaqtim bo'lmay qoldi. Storieslarga chiqishga ishlarim rosa ham ko'payib ketdi. Yengildi. Ko'p narsalar pishirgan edim. Ko'pchilik rakushkani xamirini, tartaletkani xamirini, torta biskvitini va morojniy krem retseptini so'rabsizlar. Xudo xohlasa ertaga zo'r retseptlar joylashtiraman. Hozir sizlarga eng zo'r retseptlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Bundan oldingi storiesda ko'rgan bo'lsanglar kerak, birgina chirk bosib ketgan, tozalash qiyin bo'lgan qozonni bitta mana shu sredstva yordamida oppoq qilib yaltillatishdi. Bu juda ham ko'p kelinlarimizning sirlari hisoblanadi. Qizlar, mana shu sredstvadan bitta foydalanib ko'ringlar. Chirk bosib ketgan barcha narsalarni mana shu sredstvada tozalasanglar bo'ladi. Men yaqinda bir dunyo zakaz qilgan edim. Storiesda ko'rgandinglar, lekin hammasidan ozgina